Universalniy motoblok so'ragan mijozlarimiz uchun ham o'rimga, ham haydovga tayyor holatda moslashtirilgan akalar. Universal original zavodskiy motobloklarimizni yetib keldi akalar. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, bu motoblogimiz sizlarga to'liq obzorini qilib, narx-navolari bilan yoritib beramiz. Shu videoyimizga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib, do'konimizdan 25-avgust sanasigacha kelib xarid qiladigan bo'lsanglar, aksiya narxlarda bemalol olishlar mumkin. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Birinchi o'rinda bu motoblogimizni old tomonda turgan Jatka mahsulotidan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, ko'rib turgan Jatkalar 120 li bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Reper brendidan akalar. Mayda o'tlarni, baland o'tlarni bemalol o'rib, yonboshga yotqizib ketish uchun mo'ljallangan Reper brendidan ko'rishlar mumkin. 2026-yilda mahsulotidan bo'ladi akalar, statika mahsulot bo'lmaydi. Hop, pareylari 2 pareyli bo'lgani hisobiga sizlarga mayda o'tlar bo'ladigan bo'lsa, yoki chirmashgan o'tlar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol o'rib, yotqizib ketish uchun mo'ljallangan. Hop, seplari akalar 2 talik sepli modelidan ko'rishlar mumkin akalar. Yonbosh vertikalli pichoqlarigacha qo'yilgan. Ukam bu yonbosh pichoqlari nima vazifani bajarib beradi degan mijozlarimizga bir-birini ustiga yotgan, chirmashgan beda yoki o'tlar bo'ladigan bo'lsa, o'rib devor vazifasiga ketish uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Xo'p, Jatkamiz universalniy variantda o't tanlamas variantidan, ya'ni masalan bir xil jatkalar bor, akalar qattiq o'tlar bo'ladigan bo'lsa tiqilib qoladi. Bunda unaqa holat bo'lmaydi. Xolasizlar yonboshda pichoqlarini bemalol qo'yib foydalansanglar bo'laveradi. O'rim sezoni keldi. O'rim sezoni kelganda mana shu jatkalar ustunovka qilishlar bo'laveradi. O'rim sezoni o'tgandan keyin haydov sezoni boshlanadi. Haydov sezonida motoblogimiz o'zida bemalol yer haydab foydalansangiz bo'laveradi. Motoblogimiz ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, motoblogimiz Baykal brendidan kelar 9 ot kuchli 177 motorlar bilan jihozlangan benzinli motoblok. Xo'p, soatiga akalar motoblogimiz 800 grammdan 1,5 litrgacha benzin rasxod qilib berish uchun mo'ljallangan. Balon qismlari 512, motor 177, benzin motor o'zdagi masliniy modelidan. Xo'p, rollar uzun bo'lgani hisobiga bunaqa jatkalar qo'yadigan bo'lsalar, akalar umuman qiynalib qolish holati bo'lmaydi bunda. Hamda reduktorlari 17 tali motoblokni reduktoridan katta reduktorlar bilan jihozlangan. Ko'rishlar mumkin. Reduktorlari katta modelidan, skorslari oldiga 2 ta, orqaga bittadan kompleksida o'zining skorslari bo'ladi akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz akalar. Ruchnoy tortib, bemalol zavodit qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Motoblogimizga 1 yil garantiyalari bor, hamda benzin karburatorlari original tiqilib qolmaydigan sifatli karburatorlar bilan jihozlangan variantda bo'ladi akalar. Skorslari oldiga 2 ta, orqaga bittadan skorslari bor, zatni xotlarigacha o'ziga qo'yilgan akalar. Motoblogimizning komplektida ham o'zining frezalarini sizlar uchun komplekt qilib qo'shib beramiz akalar. Xo'p, komplekt akalar o'zining haydovi, ключ dokumenti, Jatkamizning komplektatsiyasi narxi 16 million so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab mana shu narxda ichida dastavkasi ichida bo'ladi. Akalar, bemalol telefon qilinglar akalar. Telefon qilsanglar to'liq ma'lumotlarni, tushunmagan ma'lumotlarni sizlarga berib o'tib ketamiz. Shunaqangi motoblok, jatka qidirgan tanishlarga akalar jo'natib qo'yishni unutmaysizlar videoyimizni. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, keyingi videolarimizni kuzatib borishda davom etinglar akalar.